uylarni buzib tashlashibdi-yu hammasini. Mana qaranglar. Ahvol tirikchilikni. Hamma uylar buzib kelinyapti. Xastamonda u naryo yo'lni yuzidan boshlab shunday ketyapti mana. Mana bu yerda ko'pchilik biladi, shu mana bitib qoldi ancha, islom sivilizatsiya markazi bo'ladi. Mana yo shu Zarqaynar bo'lsa shunday ketyapti. U naryolarga ham borib ko'rib keldim. Hozir yo'llar ham ketyapti. Okalar, bu nimadan dalolat beradi? Olmazor tumanidan uy izlaydiganlarning soni ko'payadi endi. Sababi men o'ylaymanki, bu yerda yashaganlar, mana shu tug'ilib o'sganlar sergiliga yoki yangi hayotga borib turishmaydi-da. Chunki bularni hamma qarindoshlari, ulfatli, o'rtoq, do'st, birodarlar hammasi shu yerda-da. Mana shu Olmazor tumanidan, Shayxontohur yoki Uchtepadan yoki bir xilla men eshitayapman, Toshkent tumani Kiriflardan, Keleslardan uylarni so'rashayotgan, o'sha qiziqishayotganlar ham ancha ko'payib qopti. Mana shu rayonlarda uy qurib sotayotgan okalar narxini yaxshi qilib belgilanglar. Maslahatim bu. Kimga reklama qildirishinglardan qat'iy nazar, chunki mana bu yerda juda ham ko'p uylar buzilyapti. O'sha bu yerda yashaydigan aholi baribir uy olish kerak-ku. Men o'ylaymanki, katta ehtimol bilan mana shu Olmazor tumanlaridan olishsa kerak. Narxi zo'r belgilasanglar, reklamaning effekti zo'r ishlaydi va sotiladi. Bu yerda hazilakam ish bo'lmayapti. Mana juda katta joy buzilyapti.